Endiki mavzu hazır vəziyyətdə dünyada birlə vəziyyət məsələn İranın vəziyyəti sizə belgili vətəndaşlarım İran'dan ait zor kölenlik namayiş oldu. Birinciden İran'ın taşkı siyasi narazılığını bildirdi. İkincisinden İran halkı iktisat çekiniş ve İran halkının tutulmuşu kilovatkan kıyınçılık meselesinden ortaya çıktı değildi. Yani bunun bütün dünyanın ifadesi ait aktif ciddi bol. Şuna bugün biz İran meselesine yani İran doğrusundaki İran'daki namayış ve bu doğrudaki inkaslarını vatandaşların ikisi yakınıp söz değil. İran'da karşılık namayış devamlaşmakta mavzuda haber. Birinci ayının 5. gün Amerika avazının Xitay dil programını silan kılın. Haber mundak başlar. Birinci ayının 3. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump İran halkının karşılık görüştüş namayış to'g'risida Twitter'da fikir qoldirib mundoq ko'rsatdi. Prezident Trump İran halkını hürmet qiladiganligini bildirdi. Çünkü ular chiriklashgan hukumatning adabini berdi deb ko'rsatdi. Birinci ayının 4. günü Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemesi İran'da ko'tarilgan qarshilikqa ve zo'ravonlikqa davomli diqqat qiladiganligini bildirdi. Birinci ayının 4. günü Umumiy kechirim xalqaro kishilik huquq tashkiloti tinch yo'l bilan qarshilik ko'rsatish huquqiy kapolatga ega qilinishi lozim. Bexatarlik qismlarining qo'lida hech nima yo'q namoyishchilarga qonunsiz qurol ishlatganligi to'g'risidagi xabarni tekshirishimiz lozim deb ko'rsatdi. Qarshilik ko'rsatish jarayonida namoyishchilardan 21 nafar kishi qazo qildi. Birinci ayının 4. günü kişiler London'da Tang ko'chasi 10. numurliq ve ko'cha yani Angliyaning vaziri mengib o'tadigan ko'chadan mağdırgan kardorning yo'l eg'izida İran'daki namoyishlarni qo'llab namoyish o'tkazdi. Birinci ayının 4. günü İran İçki İşler Ministeri Fazıl biz erişken statistiklik ma'lumotlarga asoslanganda bütün namoyishga 42 bin odam qatnashdi deb ko'rsatdi. Hükümetke karşı namoyish o'tgan yil 12. ayının 28. günü İran'ın Meşhed şehrida boshlangan edi. Birinci ayının 4. günü Rossiya Amerika'nın İran'ın ichki ishlariga aralashmasligi to'g'risida haydakchilik qildi. Necha kun davomlashgan namoyish orqali İran'ın vaziyati davolg'ishga boshladi. Birinci ayının 4. gün İran hükümeti 10 yıldan beri hükümetke karşı ötküzülgen en çoğun namayişten tecrübe savakka, Arap Bahar'dan erişken tecrübe savakka erişti. ...2011 yıl Arap devletleri namayişlerini zo'ravonlik bilan bastırıp neticede Mısır ve Suriye'de hükümet hakimiyet ağdırıp taşlandı. Suriye ichki urushga kirib qoldi. Birinci ayının 3. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining yana bir qatim embargo siyosati yurgizish İran hükümetiga yordam beramdi yoki namoyishchilarga yordam beramdi degan masala bo'yicha G'arb dunyosi axborot xodimlarining fikrlari o'xshash bo'lmadi. Birinci ayının 3. günü İran fuqarolari hükümetni qo'llab namoyish qilishga majbur bo'ldik deyishdi. Hükümet qarshi namoyishchilar qarshi yana biri hükümetni qo'llaydigan namoyishchilarmi chiqdi. Bular dediki biz hükümetning majburlashiga tezlik to'qlaydi. Birinci ayının 3. günü Avrupa İttifakı'nın baş ştabı aldı İran namoyishchilarini qo'llab yig'ilish o'tkazildi. Birinci ayının 3. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti Pence muxbirning ziyoratini qabul qilganda bundoq ko'rsatdi. Amerikaning ularning yani İran xalqining erkinlik ve demokratiyaning kelgusini ishga oshirishini umid qiladiganligini
tushunishni umid qilaman. Birinchi ayning 3-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kotibi Guterres bayonot e'lon qilib, Ironda yuz bergan qarshilik ko'rsatish namoyishida vafot bo'lganlarga afsuslanman dedi. Birinchi ayning 3-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti Pence bunday ko'rsatdi. Ironda hukumatga qarshi namoyish qiluvchilar bilib olish kerakki, Amerikada Demokratlar Partiyasi va Cumhuriyetçiler Partiyasi erkinlikni suydigan Iron xalqining chiriklashgan hukumatning zo'ravonligiga qarshi kurash qilishini qo'llaydi deb ko'rsatdi. Birinchi ayning 1-kuni Amerika Birlashma Agentligi bunday ko'rsatdi. İsrailning bir nafar ministri Ironda namoyishchilarning g'alaba qilishini umid qilaman dedi deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashma Agentligi.